Heytimiz acayip xısıltıva bir gün. Bugün sizlerge Esqat Oşur Börtala akimizning qalamida bitgan Heyt degan acayip esil bir she'rni ep geldim. Ayaq turgan bo'lsanglar meni qo'shilib yurak berishni unutib qolmanglar. Undaqda she'rga ketdik. Jon jinidan aziz ko'rib suyib baqqanni, mehri issiq qarindoshni urug' tuqqanni, kesal sabab nimjon bo'lib ingrab yotganni, ilm birla har qalbga chiroq yoqqanni, avval berib yo'qlaydigan kundir Heyt degan. Yiroqdagi tuqqanlardan a'lo qo'shnini, qarindoshdek birga o'tgan yoran tunishni, dardlaringga darmon bo'lgan mungdosh sirdoshni, ayrilmaslikqa va'da bergan do'st va adoshni izlab deb yo'qlaydigan kundir Heyt degan. Musibatda dili sunuq g'amkin yurganga, ro'noq topmay birmi ishi pig'on chekkanga, putlash sabab ig'ir kunni ko'rganga, rohat izlab jafodili yashab o'tganga sabr tilab yo'qlaydigan kundir Heyt degan. Niyat maqsad yo'llari bir do'st birodarga, qiyin kunda yordam qilgan buzruk padarga, adab axloq fazilatda munavvarlarga, sexiylikda hotam kabi esil kishilarga rahmat aytib yo'qlaydigan kundir Heyt degan. Cho'rib tashlab adovatni, qiydosh ranjishni, qayta boshlab qarindoshlik berib kelishni, apu so'rab ranjigandan igib ham boshni, bag'rimizga besib mahkam surtib ko'z yoshni mehr berib yo'qlaydigan kundir Heyt degan. Ketganlarning qabrisiga qizil gul qo'yib, kuyunishga muhtojlarga mehrlar sunib, ojizlarga qilib yordam g'amxoni bo'lib, o'zgalarni suyundirib qalbdan suyib, xo'shal qilib yo'qlaydigan kundir Heyt degan. Sabiylarga cho'nglarga sovg'atlik berib, tizib nehmat damlab sinchay dasturxon silib, kelsi mehmon eshik echib xushchiroy kutib, yangi kiyim olmasaqmi pokiza kiyib, xo'shal xiram o'tadigan kundir Heyt degan. Azar bermay hech kishining nozuk diliga, pisand qilmay yomonlarning g'ayvat tiliga, haza zulni siliq gapda silib yo'liga, silab boshni yetimlarning suyib qo'liga, ko'p yaxshilik qiladigan kundir Heyt degan. Yomon ishdan yiroq turib yaxshilik qilib, dil azori yeganlarning ko'nglini elib, yo'qsiz bilan bor yo'qni darqamda ko'rib, topgan targan dunyolarning haqqini berib, qarindoshdek o'tadigan kundir Heyt degan. O'z yurtiga ketalmagan yigit va qizga, qarzlardan oltin boshi tushgan tiziga, otasi yo'q, onasi yo'q yetim ojizga, bugun topsa ertaga yo'q nomrod yo'qsizga ehson qilib yo'qlaydigan kundir Heyt degan.